aziz jurnalistlar, televideniye, radio, axborot agentliklari, gazetalar xodimlari, mana biz ertaga Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika fakultetini aynan jamoatchilik bilan aloqalar va axborot xizmatlari yo'nalishi bo'yicha mutaxassis bo'lib yetishayotgan talabalarimiz bilan birgalikda mana kichkina matbuot anjumanini o'tkazib ko'ryapmiz. Mana bu yil Toshkentdagi eng muhtasham binomiz Milliy matbuot markazi. Milliy matbuot markazi rahbarlari Mashofovnikiga katta rahmat. Bizga ko'p imkoniyatlar yaratib beradi. Bitta mahorat maktabi tashkil qilib bergan bizga. Mana bu hozir direktor o'rinbosari Mashrab aka aynan matbuot anjumanlari qanday tashkil etiladi? Erta sizlar turli vazirliklar, idoralarning matbuot kotiblari bo'lgan paytlaringda qanday qilib mana bu yerda matbuot anjumani o'tkazasizlar? Buning tartib qoidalari qanaqa bo'ladi? Bu haqda hozir shu dargohda rahbar o'rinbosari Mashrab akadan bir fikr eshitamiz. Marhamat Mashrab aka. Siz endi bizga bir mahorat darsini o'tib berasiz. Assalomu alaykum talabalar. Xo'p, matbuot anjumanlari tashkil qilish, deylik, ustoz aytganday vazirlik va idoralar bilan har bitta vazirlik idorani o'zida axborot xizmati bor va o'sha rahbari bor. Deylik, prezident qarorlari ijrosi bo'yicha mavzuga kelishiladi va jarayon boshlanadi. Masalan, o'sha mavzu doirasida masalan jurnalistlarga hisobot berish. Deylik, mana siz o'tiribsiz, o'sha tashkilotdan rahbar o'rinbosari masalan mutaxassislar keladi. Misol uchun mana jurnalistlar o'tiribdi, to'g'rimi? O'sha matbuot anjuman mavzusiga doir ma'lumotlar masalan tayyorlanadi, press release masalan, to'g'rimi? Tayyorlanadi, keyin matbuot anjuman dasturi bo'ladi masalan. O'sha tashkilotdan kim qatnashyapti? Masalan, o'sha ma'ruza qilinadi masalan, o'sha tayyorgarlik ko'rib keldi. Keyin masalan so'z beriladi ketma-ket. Masalan, mana minbar turibdi. O'sha matbuot anjumanini oladigan moderator bo'ladi. Masalan, spikerlar tanishtiriladi, spiker uchta bo'ladi. Keyin so'z navbat beriladi, masalan bir kishi ikki kishi ma'lumot beradi. Keyin masalan jurnalistlar o'zini qiziqtirgan masalan o'sha mavzu doirasida savollar bo'lsa, masalan spikerlarga savollarni murojaat qilish mumkin. Endi yana eng muhim jihati bu Milliy matbuot markazining juda katta faol ishi sifatida baholash mumkin. Bu matbuot anjumanlari to'g'ridan-to'g'ri efirga beriladi. O'zreport yana qaysi kanallar bilan shundan nimalar bor. Endi matbuot anjumani asosiy maqsadi, masalan, hozir globallashuv dunyoda yashayapmiz. Axborot juda ko'p tarqaladi, to'g'rimi? Asosiy maqsadi O'zbekiston masalan prezident qarori, farmoni yoki topshiriqlarning ijrosi qanday amalga oshirilyapti. Asosiy maqsadi shu. Xolis, to'g'ri axborot tarqatish. Asosiy maqsad shu. Ana shunday oshkoralikni ta'minlash. Nima amalga oshdi? Masalan, qaror bo'yicha qanday amalga oshirilyapti, nima amalga oshirildi va kelajakda rejalar qanday? O'shalarga aniq, to'g'ri, xolis axborot tarqatish. Asosiy maqsad shu. Masalan, vazirlikning mas'ul shaxsi butun jurnalistlarga axborot beradi va axborot tarqatadi. Asosiy maqsad shu. Tushundingizmi? Sizlar bir umr ishlaydigan, bajaradigan vazifalar shulardan iborat. Xo'sh, talabalar, bo'lajak matbuot kotiblari kimda savol bor? Bemalol Nozima qizim bitta savol beradi. Anjuman o'tkazish tartibi bilan bog'liq, masalan, rus tilida yoki ingliz tilida savol bersa, javob qanday bo'ladi? O'xshab savollarim ko'p. Masalan, matbuot anjumani o'tkazilayotganda har xil shaharlardan, har xil mamlakatlardan odamlar kelishi mumkin. Ularni tushunish uchun, masalan, savol bergan tushunish uchun sinxron tarjimalar ta'minlanadimi demoqchi? Sinxron bu yerda asosiy dunyodan masalan kelgan axborot bermaydi. Biz Milliy matbuot markazi faqat asosiy O'zbekistonda amalga oshiriladi. Masalan, vazirlik, tashkilotlar, qo'mitalar shunday. Asosiy O'zbekistonda amalga oshiriladigan ishlar bo'yicha.
Endi agar tashqi ishlar vazirligi o'zlari o'tkazadigan bo'lsa, unda haligiday sinxron tarjimalar yoki bizda siyosiy tadbirlar bo'ladi, masalan saylovlar bilan bog'liq holatlarda u holda birgalikda hal saylovchilarni shu yerda o'tkazilgan doim o'sha paytda boyagi sinxron tarjima bo'lgan. shunday. Lekin boshqa holatda asosiy axborotni O'zbekistondagi mas'ul shaxslar, jurnalistlar. Rahmat. Biz Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika va o'zbek filologiyasi fakultetini aynan axborot xizmatlari yo'nalishi bo'yicha tahsil olayotgan talabalarga katta ijodiy mahorat maktabi tashkil etib bergani uchun Milliy matbuot markazi rahbariyatiga samimiy minnatdorchilik izhor qilamiz. Katta rahmat sizlarga.